Angliyalik faoliyatchilar Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va majburiyat amgiga vakolatan tayyorlagan bu xat Angliya hukumati va parlamentiga yo'llanadi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qilgan zulmi va irqiy qirg'inchiligi dunyoda davomli diqqat tortmoqda. Hükümet ve siyasi yollarının dikkatini tartış için Angliya faoliyatçıları imza koyuş faaliyeti qozg'adi. İmza koyuş faaliyeti için Angliya parlamentiga avatgan xatida biz Angliyaning Xitoy hukumati bilan suhbatlashib, Xitoyning atalmış qayta tarbiyalash lagerlarida tutilgan Uyg'urlarning qo'yib berilishini kapolatga ega qilishni umid qilamiz. Angliyada tijorat qilayotgan Uyg'urlarning majburiy emgakdan naf oladigan yoki foyda oladigan barliq shirkatlar cheklanish kerak deyildi. Beyjingning nol Covid siyosatining turtkisida dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdaning iqtisodning ostilashishi texnika magnatlari tarixdagi pasillik eng nachar eshishda o'zini ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha, elektronlik savdo magnati Alibabaning kirimi bu yilning ikkinchi faslida tunji qitim tekshi holatda turgan bo'lib, ijtimoiy taratqu va o'yin magnati Tencentning setilishi tarixda tunji qitim tuvallagan. Xitoydagi ikkinchi cho'ng elektronlik savdo turi JD.com'ning tarixdagi kirimining ish surati eng osti bo'lgan. Elektronlik mashina ishlab chiqaruvchi Xiaopingmo mo'ljardagidan cho'ng ziyon tortgan. Iroqdagi Sadir harakatining rahbari Muqtada al-Sadirni qo'llovchilar bilan Bag'doddagi Yeshil rayonidagi bexatarlik qismlar o'rtasida ig'ir qurollar bilan to'qinish tezlashdi. Şialarning rahbari Sadirni qo'llaydigan guruh poytaxtdagi hukumat binosi va chet el vakillar ummiga bog' bo'lgan Yeshil rayoniga joylashgan prezident ordisiga besib kirdi. To'qinishda qazo qilganlarning soni 13 ga, yaralanganlarning soni 350 ga yetdi. Yevropa İttifaqı Komiteti raisi Ursula von der Leyen o'zlarining Yevropa elektr bozoriga jiddiy taqobil turishda tayyorlik qilayotganligini bayon qildi. Von der Leyen Rossiyaning Yevropadagi fosil yiqilg'u davrining oxirlashganligini, ularning energiya tahdididan qutulib, dunyo qoidasini texmo kuchli qo'g'daydiganligini aytdi. Egilinishcha Xitoyning Guangdong o'lkasi Xinjiang shahrida dunyodagi eng cho'ng elektron mahsulotlar sotib olish bozori joylashgan Huajiangbi rayonini o'z ichiga olgan bir qism rayonlarda 2-sentabrgacha karantin qilish tadbiri yo'lga qo'yiladi ekan. Taxminan 17.500.000 nufusi bo'lgan Xitoydagi 4-cho'ng shahar bo'lgan Xinjiang Xitoy virusi sababidan 3-oyda bir hafta taqalib qolgan edi. Uyg'ur yoshlari Turkiya tarixidagi eng muhim burilish nuqtalarining biri bo'lgan 30-avgust zafar kuni uchun alohida naqsha etdi. Bu naqshida Türk millatining vatan degan so'ziga yuklangan ma'nolari, Turkiyaning turk islom dunyosidagi roli va shonliq muvaffaqiyatlari tasvirlangan. Yoshlar bu naqsha orqali ishg'ol ostida irqiy qirg'inchilikqa duch kelgan Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Turkiya davlati va xalqiga salom yo'llashni maqsad qilgan.